Assalomu alaykum azizlar. Azizlar, Befri kompaniyasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Befri kompaniyasi bu odilona ishlab turibdi. Bamisoli Beeline, Mobuz kabi bir kompaniya. Har bir kompaniyada ishga kirgan odamdan $5 oladi bir yilda. Bir marotaba, tamom. Kompaniyaning ishi, siz partnyor chaqirasiz, o'sha partnyorning pulini sizning balansingizga o'tkazib berish va sizni biz ishlab turibmizmi, bizlarning ustimizdan nazorat qilguvchi bir kompaniyadir. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, marhamat, profilda telefon raqamim, Telegram lichkam, menga murojaat qiling, kengroq ma'lumot beraman.